Ma bazen bir kişinin vücudida musafir bo'lib qoldim. Musafirlarga yetolmaydigan ana, musafirlarga yetolmaydigan dada deb yig'lab yurgan qarindoshlarga ikki qiz gapim bor mening. Yana birisi yetim bo'lib qoldi, mening ota-onam yo'q. Yetim degan gapni ig'izga yurayotgan qarindoshlarga gapim bor. Sizlar yetim degan gap nimani o'ylab turib yetim deyapsizlar? Nimani o'ylab turib musafir degan qilyapsizlar? O'zingizlar tushunmaysizlar gapni. Men ayirib qaytizinglar, men deb beray. Men qayil qilamsan bag'o, meni beshan qachlarni necha pul san men qo'yib berman. Men qayil qilamsan. Musafir. Xalqning o'ziga musafir bo'lib qoldigan hech qancha emas, nol deganni. Hech qancha xatarlik emas. Hammadan xatarlik yeri o'zining vujudida musafir bo'lib qolish bir xatarlik, o'zining vujudida. Anlama? Ndaq. Ota-onasi bilib ketib yetim bo'lib qolishiga xatarlik emas u. Ota-onasi qarindoshlar hamma narsa bor turib yetim bo'lib qolish ma xatarlik. Tushunmaydi ba'zi bir odamlar gapni. Ayirib xatizinglar, shu yetim bo'lib qoldi, musafir degan xatizinglar, men tushuntirib qo'yaylik.